O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 14, 15, 16 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi. 14, 16 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 15 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 14, 16 aprelda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 14 va 16 aprel kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 14 aprelda ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 15 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 14 aprelda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-15 aprelda 13-18 daraja, 16 aprelda 10-15 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.